Bugun bizda Toshkent viloyati Bo'ka tumani Bo'ka mahallasida joylashgan sotiladigan uy joyimizni obzor qilib beramiz. Buning uchun siz Toshkent viloyatidan uy izlagan tanishlaringizga, yaqinlaringizga jo'natib qo'yish esingizlardan chiqmasin. Like bosing, obuna bo'ling. Xudo xolasa shunaqangi zo'r, chiroyli, arzon uy joylarda obzor qilishdan biz to'xtamaymiz. Kadastr dokument hujjatlari joyida, hammasi tayyor, mana qo'limda turibdi. Ko'rishlaringiz mumkin. Narxi $35,000 kelishsizlar bo'ladi. Uy egasining raqamini qoldiraman opisaniyada. Mana kadastr dokumenti qaror 15 sotixga chiqqan. O'zi umumiy yer maydoni 69,5 sotixli uy joy. Mana biz zdaniyani orqasida maktab joylashgan. Mana ko'rsangiz bo'ladi. Bu tarafdan ko'rsatishimiz kerak. Yeri katta, mana chegaralar, mana bu tutsorlar hammasi daraxtlar uy egasiga qaraydi. Toshkentgacha bo'lgan masofa 74 kilometr, Bo'kagacha bo'lgan masofa 24 kilometr. Dehqonchilik, chorvachilik bilan shug'ullansangiz bo'ladi. Yer katta, mana suv bor, mana kran turibdi. Gaz ballon oyda bir marta ta'minlanadi. Ichini obzor qilishdan boshlaymiz. Endi uy ichini obzor qilib ko'rsataman. Bu tarafda eski uy bo'lgan, hozir omborxona. Yangi noldan qurilgan. Fundamenti baland, uy ham baland, cho'tki zo'r qurilgan. Bu kiraverishdan boshlayman. Katta zalxona. Yangi qurilgan, chiroyli. Xona bitmagan. Uchinchisi bu ham bitmagan. Bu tarafda yaqinda bitib qoladi, banyasi bor. 4-xonasini hozir ko'rsatib o'taman. Juda ham chiroyli, keng, zo'r. Hammasi ideal holatda. Bu yerda xonasini ko'rsataman. Zo'r, juda ideal holatda. Ko'rishingiz mumkin. Bu yerda pechka. Va o'lgan odamga buyursa, oshxona. Tandirxona, o'choq, gaz. Bu tarafda ham hali bitmagan, endi hamma bu tarafda hali bu ham endi bitadi, bitmagan. Pashta bu ham omborxona. Mana shu xonalar hammasini ko'rsatib o'tdim. Sotiladigan uyimiz. Orqa tarafidan ko'rinishi. Bulardan keyingi oxirgi uy maktab. Qo'shnisi maktab. Yaqin. Aniq